O'simliklarda energiya almashinuv jarayonida 3780 gram glyukoza nima bo'ldi? Parchalandi. Biz glyukozani dastlab molda olamiz. Bu degani 3780 dan 180 ga bo'lsa 21 mol glyukoza bor ekan. Biz bilmaymiz, buning qancha qismi to'la parchalangan, qancha qismi esa chala parchalangan. Endi savolda aytyapti, ortib qolgan sut kislota qachon ortib qoladi desa, parchalanmagan holatda. Qachon parchalanmaydi? Ikkinchi glikoliz bosqichida. Nimaga parchalanmaydi? Chunki glikolizda sut kislota hosil bo'ladi. Endi karbonat angidrid hosil bo'ladi. Qachon? 3-aerob bosqichda. Tengma olamiz. Chala va to'liq yig'indisi 21 mol, karbonat angidrid va parchalanmagan sut kislota nisbati 4 ga 1. Shundan chala parchalanganimiz 9, to'liq esa 12 molni tashkil etadi. Savolda aytyapti, necha mol glyukoza chala parchalangan? Necha mol ekan? 9 mol. Ikkinchi savolda aytyapti, shu vaqt davomida xloroplastlar sintezlangan ATF molekulasining 40% hisobiga necha molekula glyukoza hosil bo'ladi? Biz xloroplastdan qanday bilamiz? Mitoxondriyaga o'tamiz. Bilamizki 1 mol glyukozadan 36 ta ATF hosil bo'ladi. Lekin 12 moldanchi? 432 ta. Bilamiz, mitoxondriyadagi ATF miqdori xloroplastdan necha marta kam bo'ladi? 30 marta kam bo'ladi. Ya'ni mana mitoxondriya xloroplast 1 ga 30, lekin 432 ta. X nechi? 12960. 12960 ta xloroplastlar jami ATF. Lekin deyapti, 12960 ta ATFning 40% dan qancha glyukoza hosil bo'ladi? 12960 ko'paygan 0.4. 5184. Bilamiz, 1 mol glyukoza uchun 18 ta ATF sarflanadi. Lekin 5180 uchun esa 288 ta. Bu javobimizning ikkinchi qismi.